Assalomu alaykum. Biz uzoq yaqindan kuzatib turgan aka-ukalar, qo'shni davlatdan kuzatib turgan qadrdonlar, parvozlar, hammalarga alangali salom. O'zbekkoreya kanalining muxlislari, doimiy obunachilari, hammalarga alangali salom. Bizni musofir yurtdan qoldirmay kuzatib boradigan aka-ukalar, hammalar yaxshimisizlar? Aka-ukalar, bugun tomosha video. Ko'pchilik bu yilgi sezonga qaysi oilalar, nimalar shularni obzor qilib o'tamiz. Bu endi tomosha, o'sha bizni ko'proq kuzatib, nima deydi, chet davlatdan zerikmasdan haligi ish vaqtidan keyin tomosha qiladigan aka-ukalar uchun aslında bu videolar. Endi videoda kam ko'slar bo'lsa, ayibga buyurmaysizlar, menki biz bloger emasmiz. Imkon qadar qo'ldan kelgancha olib beramiz. Keyin oldi sotdi masalasi, tuxumlarni ichib pul, mana kommentariyada ko'pchilik yozishyapti. Aka-ukalar Telegram kanalga o'tsanglar, Telegram kanalda hammasi o'sha yerga sotuvdagi narsalar, qaysi oilalar qo'shilgan, hammasi o'sha yerda bor. Telegram kanal silkasini shu videoning tagida kommentariya deb qo'ygan joyda bor. Kirsanglar, O'zbekkoreya kanali deb qo'yib qo'yilgan. Bemalol bossanglar, silka orqali kanalimizga o'tib ketasizlar. Qisqacha tanishtirib o'tamiz. Joningdan. Bu oqdumimiz, buni ko'pchilik bilishadi. Haqiqiy eng o'zim yoqtirgan xo'rozim. Buni realni endi negativlar yozish mumkin. Realni 3000 ga ham berilmagan, даже 3500 ga ham berilmaydi. Bu endi o'zim yoqtiradigan xo'rozim. Mana bedanapar haqiqiy badanchi makonlarga qo'shdik. Imkon qadar mana yaqinlashtirib beraman mana. Bitta qora, 3 ta bedanapar. Mana. Xudo xolasa bu yil tuxumlar shulardan. Keyin aka-ukalar tuxum masalasida nomerimizni ham qoldiramiz. Pramo telefon qilib ham so'rashingiz mumkin, yoki Telegram orqali yozishingiz mumkin. Telegram kanalga o'tolmagan aka-ukalar uchun men mana nomerimizni qo'yamiz. Shuni Telegramimiz bor. Bemalol yozsanglar, Telegram kanal silkasini tashlab beramiz. Mana joning sog'lig'i haqiqiy bedanapari ham benuqsonlari. Bu rangi ro'yida emas, aslan endi nima deydi, zotida haqiqiy davraboblar. Xo'rozimiz ham haqiqiy o'sha Koreyani tozasi. Mana. Xo'roz o'tgan yili 4,5 kilo urishdi. Bu yilgi holatda 4 kiloyi 900. Neroqda ham makonlarimiz bor, ular aylanib yurishibdi. Yangi katelarimiz xudo xolasa oldilariga mana yangi joylarimiz tayyor bo'ldi. Demakki, ko'p cho'jalarimiz yosh. Obzor qilib o'tamiz. Kimda havas qilganlar yoki katta qilmoqchi bo'lgan aka-ukalar uchun. Endi bu ham bitta narsada. Mana oldiga akfonlarcha ozgina shpaklovkalar qoldi, dimoxodlar qo'yilgan, o'rnatamiz. Linonimini solsak, katak tayyor. Katellarimizni bunaqa aylanadigan qildik, shtobi xo'rozni bemalol ichkaridan olib chiqadi. Biz ham kimdandir ko'rib, havas qilib shunaqa qildik. Havas qilgan yetadi deydi-ku aka-ukalar. Xuddi shunday. Laklarni mana sepayapmiz. Xudo xolasa yarim xol laklarni ham sepib qo'yamiz. Bu yoqda o'sha chiroylab oqlab lifkatlarimiz, aboylarimizni sotib qo'ysak, xudo xolasa bu yerda 12 talik joyimiz bo'ldi. Echki 8 talik joyimiz ham bor. Uni ham ko'rsatamiz. Mana ko'z tegmagunlar. Yaxshi. Endi bu ham kimgadir haligi misol katak qilaman deb turgan odam bo'lsa, yangi parvoz aka-ukalar uchun, qiziqqan odam uchun endi ko'rsatib o'tamiz. Bu xonamiz 7 metrga tushdi. 6 tadan 12 ta kletga. Mana yo'laklarimizni qilib qo'ydik. Ataylab shifon to'kdik. Shtobi yomg'ir kunlarida mana stashka qilsangiz ham bo'laveradi, просто yomg'ir kunlarida mana xo'l-po'l narsa bo'lmaydi. Qiziqishga mana sesarkadan ham qilib qo'ydik. Просто bitta yaqinki xonamiz padarka qildilar. Hozir oilalarda bitta imkon qadar ko'rsatamiz bu valerlarimiz. Kimga tuxum kerak bo'lsa, bemalol chiqaverasizlar. Narx-navo hammasi o'sha Telegram kanalda. Hammasini qo'yib boramiz. Bulimiz Vyetnamimiz o'sha oyoqlarida o'sha 2 ta 3 tadan 6 ta pixi bor. Bu sezonda bitta durang
4 ta yutuq bor, общий 5 ta. Bu ana hozir tashqarida yurgan oq dumimizning qizlari. Endi setga qulflanadi, setkani hisobiga manolimiz yapon, 100 talik yapon. Mana ko'rinishlarini. Bularimiz samarlarimizni narsalar mana 100 talik yapon. Stoykasi ham hamma yo'g'i. Bularimiz ham ikkitasi tuxumlayapti. Onasi bilan mana onasi. Bu onasi 3 tulay, bu qizlari 1 tulaydan bo'ldi. Mana bu yaponimiz. Bu 3-oilamiz. Bu yoqda o'sha makonlarimiz bor. Hali rosman tuxumga kirmadi, kirsa, xudo xolisa olib kiramiz. Bu to'nkavoyimiz. Buni bitta yaqa akaxonimizdan iltimos qilib oldim. Bu yilgidan ketinga zot qilgani. Mana haqiqiy to'nkavoy. Bu yildan ketin shundan bola olamiz. To'nka zot ham chiqaramiz. Haqiqiy o'sha pista to'mchoq. Buni otasi 45 millionga sotilgan. Sho'xor 2 minglik makonga qo'shilgani chiqqan versiyasi. Bitta akaxondan iltimos qilib oldik. Yaxshi pulga, buni puliga dachi katta xo'rozon beradi. Aytganimda aka-ukalar bemalol Telegram kanal silkasi o'sha profilda bo'ladi. Bemalol o'tib a'zo bo'lib qo'ysanglar, hamma yangiliklar o'sha yerda bo'ladi. Endi aslan biz kech chiqarganmiz cho'jalar, ko'p tuxum sotilishini hisobiga. Xo'rozlarimiz bor. Yemlarni tayyorlab qo'yganmiz. O'sha hozir kunduz issiq bo'ladi, kechqurun sovuq bo'lgan hisobiga ko'proq mana qoldilarni salafonlar bekitib turib, xudo xolisa ozgina ishlar qolib bu katelada ham. Oilalarning 5 ta kavaler bor, 5 ta oila bo'ladi, xudo xolisa. Aka-ukalar, o'sha aytganimdek Telegram kanal silkasi kommentariyada tuxum, cho'ja nima masala bo'lsa, o'sha Telegram orqali yozishinglar ham mumkin. Ili kanalga o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, yangilardan xabardor bo'lib turasizlar. Ko'rganda ko'rishguncha aka-ukalar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Videoda kamchilik bo'lgan bo'lsa, ming bor uzr. Sog' bo'linglar.